Sochimni mana shunaqa qilib o'rgandim kecha. Chingalik qilish uchun 1,5 soat vaqtim ketdi. Endi buni yechishim kerak. Sizlar bilan yechamiz buni. Hozir 11:27 ekan. Necha minutda yechar ekanman. Rezinkachalarni olib chiqay. Aytgancha men buni tayyorlab oldim. Ananasli sokdan limonad. Vashi zo'r chiqdi. Mazali chiqqan. Bilinchikni ham xamirini qilib xolodilnikka qo'yib qo'yganman. Даже yeyishga ham uspet qildim pishirib. Qolganini xolodilnikka qo'ydim. Endi go'shtini pishirib, farshini tayyorlab, ichiga go'sht solib tayyorlab yeyman. Uni mukbangini qo'yaman. Rezinka qolmadi shekilli. Lekin mana shunaqa ham chiroyli ekan. Har doim shunaqa mayda-mayda qilib o'rdirgim keladi-da. Bu bunaqa mayda emas, yana ham mayda. Va nihoyat bittasini ichdim. Mana shunaqa. Qolganlarini ichaman endi. Chiroyli chiqsin ish qilib. O'tgan safar qilganimda yaxshi chiqqandi, faqat bunaqa mayda qilib o'rmagandim. Sal kattaroq qilib o'rgandim, 8 ta qilib o'rgandim. Hozir 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ta chiqqan ekan. O'tgan safar 8 ta edi, bu safar 13 ta qilgan ekanman. Короче. Bunisi ham tayyor. Bu nima balo endi? Balo bor, mayda sochiligi. Sizda ham shunaqami, qizlar? Mayda-mayda sochi chiqib qoladimi? Bu tarafimni yechib bo'ldim. Endi bu taraf. Yechib bo'ldim. Endi buni chiroyli qilib bir balola qilish kerak. Hozir bir balola qilaman-da, keyin ko'rsataman. Mana o'rtoqlar, men bunaqa qildim. Ikki tarafdan. Chiroyli chiqqan lekin. Shunda qoldiraman. Shunda qilman. Bo'ldi. Tayyor. Endi bilinchik pishirishga ketdim. Aytgancha o'rtoqlar, necha minut vaqtim ketganini aytish esimdan chiqibdi yechishga. 1,5 soat vaqtim ketdi. O'rayotganimda 1,5 soat, yechayotganimda 1,5 soat.